Короче, Moskva Kotelniga yaqinlashdik. Tayyorgarlik ko'ringlar. Granitsa kirdi chiqdi qilib kelyapmiz, qaytyapmiz. 5 ta bez dokument bor edi. 3 ta. Qanaqa ayblarimiz bor edi? Assalomu alaykum amaga. U ayblar asosida reyestrga tushib qolgan. Bez dokumentlar 3 tasi. Reyestratsiyasi yo'q. So'z dokumenti bo'lgan. Qolgan 3 ta bolani bez dokument. Hech qanaqa dokument yo'q, reyestrga tushgan. Registratsiyasi yo'q. Shunaqa kamchilik. Sog' salomat eson-omon borib, qaytib keldik. Hech qanaqa rasxod bo'lmadi. Rasxod to'g'riga platniga ketgan bo'lsa 2-3 mingdan. Shu pul faqat platniga ketdi. Qolgan Dokumenti yo'q bo'lgandir. Granitsa so'radimi nega dokumenting yo'q edi, nega patent to'lamaganing? u bilan qiziqqani yo'q. Reyestrga nega tushgansan deb so'ragani yo'q. U tomonlama ham qiziqqani. Endi mana keldik, reyestrda ochilishini endi kutamiz. Mana qanchada ochiladi? Kamchilik bormi bizda? Yo'q, kamchilik yo'q. Hammasi zakon. Rozimisizlar? Hamma rozi. Shef rozimi? Joylar ham o'ta chiroyli. Miyaqki. Kirdi chiqdi xizmati bizda bor.